Bu trekkerning kushandasini bilgan bo'ladi. Bilmagan esa mana obzorimda bo'ladi. Qarshingizda SWM ning G01 modeli. O'zbekistonda eng ekonomichni 1 turbo 122 ot kuchi bilan jihozlangan italyanskiy motor turibdi bu avtomashinamizda. Bu avtomashinamiz dvigateli 4 portion bilan jihozlangan. Bilasizlar, ko'p crossoverlarda 4 portionli bo'lmaydi, 3 portionli ham bor. Lekin даже Equinox'da 4 portionli bu mashinadan 1 turbo bo'lsa ham 4 portionli motor turibdi. Ya'ni ekonomichni va moshniy. Bu avtomashinamizni yuz tuzilishini Mustang GT'dan ilhomlanib yaratishgan. Просто так farasini o'ziga qarasalaringiz agar bilet optika такой страшный спортивный вид qilib qo'yishgan. Avtomashinamiz diskalari shinalarga kelsak, 18 dyumli litiy diskalardan ishlov berib, portlarini shirokopортный qilib, bizani yo'llar uchun такой mягкий o'tishi uchun taxlab qo'yishgan. Bu avtomashinamizning orqa ko'rinishini ko'rganda BMWchilar просто так yig'lab yuboradi. Nima uchun deganda, chista BMW ni X variantini qilib qo'yishgan. Undan tashqari bagaj elektronniy, ikkitali выхлоп. Sizga hamma qulayliklari bor. Tuning qilib o'tirmaysiz. Trekker Ollis trekkerni boshidan oxirigacha tuning qilishingiz kerak. Redline deysizmi, Black Piano deysizmi, Black Edition deysizmi? Bunga bunaqa narsalarning hojati yo'q. Bagajingiz ham 450 litr объем bagaj. Детский rejimlargacha bor. Bagajlaringiz qismaydi, tegdi, xavfsizlik uchun ham 5 yulduzchalik qilib qo'yilgan. Bu avtomashinamizni dizaynini просто так yorib qo'yishgan. Nima uchun desalaringiz agar trekkerni redline'ni olasizlar, bittagina qizil polosacha uchun. Bu mashinada dizaynda redline'ni qanday ishlatishganlarini ko'rishlaringiz mumkin. Ruchkalari nikelga qizil redline tortib qo'yishgan. Undan tashqari pastki spoiler deysizmi, qizil redline'da, tepadagi spoiler deysizmi, qizil redline'da. Sizlarga yana nima kerak? Бесключевой доступni qaranglar. Бесключевой достуp ham bor. Undan tashqari oynachasiga просто так e'tibor beringlar. Yon tomondagi oynachalarni isitib berish ham bor. Slipoy zonalarigacha ham bor. Bu avtomashinamizni salon ichki qismiga o'tirsangiz agar просто так quchoqlab oladigan sidenlar, sportivniy sidenlar, redline bo'lib turibdi. Salon u yerda tursin, skorost rычаг shaybada. Undan tashqari elektronniy ruchnik, 3 xil rejim upravlения, sport, eco, normal hammasi bor. Undan tashqari sidenlaringizni isitish tizimlarigacha torpedalaringiz koja bo'lib o'tibdi. Panorama lyuklar hammasi bor. Siz mashinani просто так olasiz, minasiz. Bitta qilsangiz agar yo tonirovka qilasiz, yo polik qilasiz. Undan tashqari xarajatlaringiz yo'q. Monitor desangiz monitori bor, klimat kontrol desangiz klimat kontrol, беспроводной zaryadnik. Ruliga kelsak agar multifunksional elektronniy rul. Baringiz ham kattagina ob'yom ham bor. Просто так barini o'ziga kelsangiz karbonoviy dizayndan qilib qo'yishgan. Monitorning upravleniyasi bu yerdan. Podstakanniklari bor. Sidenlaringiz elektronniy. Bemalol yana qanaqa qulaylik kerak siz menga ayting. Mashinaning nashniklariga kelsak, просто так вообще besh ketdim dizaynchasiga qarang. Undan tashqari kazirokchalari, oynachalargacha полностью bor. Podsetka salonlarigacha bor. Siz uchun mujassam. Просто так mashinaning 3 ta eshigi ochiq qo'yilibdi. Uchalasini ham ko'rsatibdi monitorda. Shunaqa mashinchada, shunaqa muzikada, trassada, shu mashinada o'qib yursangiz, qanday bo'ladi, tova? Ikkinchi qatorda o'tirib, takoy panoramadan yulduzlarni tomosha qilib, zavodskoy tonirovkachalar bilan, shunaqa keng salonda podlokotniklari bilan maza qilib, даже deflektorlari orqa qatorda ham bor. Dam olib ketsangiz bo'lmaydimi? Sidenlarning kojasi napa kojdan ishlov berilgan, beri narsa qo'yish uchun joy. Eshiklaringizni har birida apshkalarni 6 xil elementdan ishlov berilgan. Koja deysizmi, aquaprint deysizmi, karbon deysizmi, xrom deysizmi, hamma narsasi bor. Ana bu yerda qirilmaydigan plastikdan ishlov berilgan. Даже qirilmaydi. To'g'jon, bilaman, siz qisqacha obzor bilan qoniqmadingiz. Kimga to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, agar pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar yoki izohda o'zlaringizni telefon raqamlaringizni yozib qo'llaringlar. Menejerlarimiz har birlaringiz bilan bog'lanib, to'liq ma'lumotni berib o'tishadi. Biz esa bu to'ychoqchani naqd 19900 ga butun O'zbekiston bo'yicha rasmiylashtirib beramiz. Xohlasangiz kreditga, xohlasangiz naqd pulga. Barchangizni Avtocentr Buxoro avtosalonida kutib qolamiz.